2026 жылда республика халқының ішімлік су тәминатын жақсылау мақсатында бағасы 93,56 миллиард сом қаржылар есабынан жәмі ұзылығы 154,4 километр ішімлік һәм ақаба су тармақларын 11 дана су объектілерін жаңадан құру һәм реконструкция істеу жұмыстары әмелге асырылмақта. Қарақалпақ су тәминаты акционерлік жәмиеті тарапынан республикамызда су тәминаты системасын бұндан былайда жетілістіру, халыққа сапалы ішімлік суын жеткеріп беру бағдарында кең көлемді істер әмелге асырылып жатыр. Әмудария районында құрылыс оңлау жұмыслары хақында Ғалаба хабар құралдары уәкілдеріне жақыннан мағлұмат беру мақсатында пресс-тур жүргізілді. Пресс-тур davomida G'alaba xabar qurollari vakillari аймақта алып барылып жатқан құрылыс реконструкция жұмыстары, жаңа су объектілерінің құрылысы бар тармақтарда оңлау процесімен тікелей танысты. Biz hazır Amudariya rayonunдағы халыққа тазаланған ішімлік сумен тәмінлеп беруші объектіміз. Бұл орында қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары давам етпекте. Мәліметтарға қарағанда бұл орында құрылыс жұмыстары толық жұмақланғаннан соң күніне 40 000 метр куб тазаланған ішімлік су ісілеп шығарылады екен. Құрылыс объектінде қанегелер тарапымен тарауда әмелге асырылып жатқан реформалар, заманауи технологияларды енгізу, су ресурсларын ақылға ораз пайдалану һәм халықты ішімлік сумен тәмінлеу дәрежесін арттыруға қаратылған ләжілер бойынша толық мағлұматлар берілді. Маңғыт су тазалау объектінде жойбар бағасы 12,199 миллион ақш доллары құрап, қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары жұмақлану алдында. Mang'ıt su tozalash inshootidagi ishlarni 2024 yil fevral oyida boshlaganmiz. Osiyo taraqqiyot bankining mablag'lari hisobiga qurib bitirilish arafasida turibmiz hozir. Bu yer ishga tushgandan keyin Mang'ıt aholisine sutkasiga 40 000 kub suv ichimlik suv yetkazib beriladi. Biz turgan obyekt hozir birinchi kamerada qo'shilgan reagent mahsulotlari bu yerda yaxshilab aralashtiriladi. Aralashgan suv gorizontal suv tindirgichga o'tirilib, keyin xlor qo'shilib, toza ichimlik suvi havuziga uzatiladi. Bu yerda 3000 kubdan 2 ta rezervuarimiz bor. Bundan ikinchi podyom nasozli stansiyadagi 4 ta grunt hos nasozlari orqali ko'chaga urug'i birga yetkazib beriladi. Amudariya tumanının aholisini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 2 ta loyiha amalga oshirilyapti. Birinchi loyihasi bu 12,980,000 dollarlik loyiha. Amudariya tumanida toza suv inshootini yangidan qurish loyihasi. Bu loyiha amalga oshirmasdan burun Amudariya tumani aholisi 50% ichimlik suv bilan ta'minlanib turgandi. Endi bu loyiha topshirilgandan keyin Amudariya tumani 80%, 100% toza ichimlik suv bilan aholisi ta'minlanadi. Bu loyiha tarmoqlarda yetkazib berish 29 million dollarlik ikkinchi loyiha. Bunda 355 kilometrda tarmoq tortilib, chekka hududlarga ham suv, toza ichimlik suv yetkazib beriladi. Amudariya rayonida ishimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida joybar bahasi 29,4 million AQSh dollar qarshi ajratilgan bo'lib, joybar shemberida 3 dana suv bo'lishtiruv obyekti 354 kilometr uzunlikdagi suv tarmog'ini quruq ham rekonstruksiyalar nazarda tutilgan. Bugungi kunda Quyuq ko'pir ham Qilishbay suv bo'lishtiruv obyektida qurilish montaj жұмыстары Ozarbayjon Respublikasining Archiko javobgarligi cheklangan jamiyati tomonidan olib borilmoqda. Ham jami 319 kilometr suv tarmog'i tortilgan. Bu asosiy suv taqsimlash inshooti bo'lib, shu Amudariya tumani tarmoqlari hamda suv tarmoqlarini suv bilan ta'minlovchi tarmoq hisoblanadi. 18 dana obyektlar beradi suvni. Shuni ichidan 5 dana uchastka raycentr Mang'itda, qolgan 13 uchastka Ofuyla va qishloq joylari. O'zi jami 7 ta suv taqsimlash quvurlari bor. Suv taqsimlash quvuri asosiy magistral quvuri hisoblanadi. Bu birinchi ko'rgan Vosmang'it o'yrimimizdan RO1 obyektini shu yerga suv taqsimlash quvuri hisoblanadi. Jami uzunligi 16 km 616 metr. Shundan 1400 metr 820 lik stannoy trubada bo'lib, qolgani D900 lik polietilen quvurlardan iborat. Suv taqsimlash sistemasi to'liq yakunlangandan keyin SCADA sistemasına, sun'iy intellekt bilan boshqariladigan SCADA sistemasini
ulanadi. Jami Qoraqalpog'istonning 6 tumanida ish olib borilayotgan bo'lsa, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan shular hammasi SCADA sistemasini ulanadi. Ilaj davomida G'alaba xabar qurollari vakillari uchun press tur ko'rgazmasirilib, Amudaryo rayonida suv tarmog'ini yaxshilash ham xalqqa toza ichimlik suv ta'minotini yetkazish bag'ridagi жұмыстар haqida ma'lumotlar berildi. Amudaryo tuman aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi doirasida tumandagi 17 ta mahallaga 300 kilometrdan ortiq yangi ichimlik suv tarmoqlari tortilmoqda. Mazkur ikkita loyiha joriy yilning sentyabr oyida to'liq o'z yakuniga yetishi rejalashtirilmoqda va buning natijasida Amudaryo tuman aholisining ichimlik suv ta'minoti 80% dan oshadi deb prognoz qilmoqda. Hozirgi kunda tumanimiz aholisi 218 mingdan oshgan bo'lsa, ushbu ikkita loyiha yakuniga yetgandan keyin 173 mingdan ortiq aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Mana shu ma'lumotlar barcha jurnalist va teleradio muxbirlarga yetkazildi. Press tur va press konferensiya juda qizg'in, katta taassurotlarga boy bo'ldi. Bunday media tadbirlar, media sohasi vakillari uchun tashkillashtirilayotgan bunday press tur va press konferensiyalar albatta davlatimizda ochiqlik va oshkoralik siyosatini amalga oshirishda, olib borilayotgan barcha islohotlarni xalqimizga to'liq yetkazishda muhim asosiy manba bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Amudaryo rayonida o'tkazilgan press tur teqini amalga oshiriladigan жұмыстарды keng jamiyatchilikka yetkazib berib qo'ymasdan, xalqning mashg'ulotlarini G'alaba xabar qurollari orqali tegishli shirkatlarga yetkazib, ularning shechimini jadallashtiruvda ahamiyatli ilojlarning biri bo'ldi.